Assalomu alaykum hurmatli yo'ldoshlar, yurtdoshlar. Bugun 2026-yilning 2-marti 25 sanasiga ko'ra ochiq oydan yoshlar kelibdi. Avval yoshlar baholarincha ekan. Bahalar bizga loyiq. Yaxshi. Ha. Biz razımız. Evvelere yanvar ayında bahalar kim ektiken eken kazan. Kapkalarını ekitmeyen eken, bizler hem ko'rib eken. Ovatırımız kazanı bilen kapkalarını iki kapka. İstirönetde qon qirqoq qozonimizni berdi, xudo xolasa. Ha. Baholarni rozisiz, bizlardan rozi ekan. Ha. Qo'shni bolalarga jo'ra do'stlar xudo xolasa taklif qilib qolasiz inshaalloh. Ha, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Yoshlarni olib tushiramiz. Yoshlar, rozimisiz? Ha, yaxshi. Baribir tushdimiz. Yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, kelaverasizlar. Shu yerdamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar.